Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun biz o'zbek xalqining milliy an'analari, milliy liboslari va qadriyatlari haqida suhbatlashamiz. Har bir xalqning o'ziga xos urf-odatlari, kiyimlari va qadriyatlari bo'ladi. Bu millatning yuzi, uning boyligi va faxridir. Bugungi kunda o'zbek milliy raqslari, qo'shiqlari va sportchilari dunyoga tanilmoqda. Ular o'z yutuqlari bilan O'zbekiston nomini dunyoga tanitmoqdalar. Agar biz qadriyatlarimizni asrasak, kelajagimiz Kulbam aro, ey mahluqo, bir yo'l qirom aylab keling. Kulbam aro, ey mahluqo, bir yo'l qirom aylab keling. Yangi kelin cheklar kabi bizga salom aylab keling. Yangi kelin cheklar kabi bizga salom aylab keling. Sho'xlik qilib, o'ynab kulib, gul shohiga sayrab qo'nib, ham tutiyib, bulbul gulib, shirin kalom aylab keling. Ham tutiyib, bulbul bo'lib, shirin kalom aylab keling. milliy qadriyatlarimiz esa bizning qalbimizdir. Har birimiz o'z millatimiz bilan faxrlanishimiz va uni asrashimiz kerak. Chunki kelajak sizlarning qo'lingizda.